Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. A1 seviyedagi Golland til dersimizga hoş geldinglar. Biz bugün 11. ders Where is yani qayerda. Yani mesela u poyistans qayerda, makoch qayerda degandek işte yol so'rashga doir tekstni o'rganib o'tamiz. Bugungi tekstimiz sizlar ko'rgandek 3 bo'lakdan tarkib topgan. Qanamsa bir-birlab kelaylik. Dag mevrouw, waar is het station? Yani yaxshimisiz xonim, poyezd stansiya qayerda? Waar is het station? U loopt eerst rechtdoor. Yani rechtdoor degan udul. Yani siz aldı bilan eerst loopt, aldı bilan udulmangsiz. Vervolgens, yani onundan keyin neemt u de tweede straat rechts. Yani nemen degan miyada ilish degan ma'nosi var. Miyada hem de şu ko'chani olasiz, ko'chaga kirasiz demekçi. Yani on tarafdan ikkinchi ko'chaga kirasiz. Daarna de eerste straat links. Onundan keyin sol taraftaki birinchi ko'cha. Aan het einde van die straat, yani şu ko'chaning aan het einde, eng oxirida is het station, poyezd bor deydi. Ma abzas diqqat qiladigan nuqtanglar eerst, vervolgens, daarna. Yani bu sözlerini biz burunqi derslerde misallar bilan o'rganib o'tgan. Şoň bu yerda tafsil so'zlamayman. Müştaylıqı qadam bosqichlar bilan oldilar munda, undan keyin deydigan shunda bir 2-3 xil ish harakatini tasvirlagan vaqtida qo'llaniladigan so'z. Buni yodlab o'rganib olsanglar bo'ldi. Erst, vervolgens, daarna. Hem tekst kelaylik. Is it fair? Yani u jiraqmi deydi. Jiraqmi? Hoe lang lopen is it? Yani qanchalik mangsa qanchalik mingish kerak, yani qanchalik mingishim kerak deydi. Ongeveer in kwartier. Yani ongeveer taxminen in kwartier bir chorak, yani 15 minut. Is ook een bus. Yani u yerda avtobusmi ham bor deydi. Is ook een bus. Hier vlakbij. Yani yaqindilar. Hier vlakbij degan yani mush yerda yaqindilar. Köygüllan boldu demek. Çünkü yani vlakbij yaqin, mush yerda yaqindilar. Köygül boldigan atrapda. An deze kant van de weg, yani yo'lninki mush tarafida. Yani hozir shu ikki odam paranglashayotdi, yo'lni so'rab, shu turgan yo'lning shu tarafida. Die vertrekt het kwartier. Yani die miyadagi avtobusni demakchi. Yani u vertrekt qo'zg'oladi het kwartier. Yani her chorakda qo'zg'oladi miyadagi het kwartier degan her chorakda bir qitim demakchi. Hem ma adam so'radi, yani het kwartier hoe bedoelt u? Yani her chorakda bir hoe bedoelt u? Yani bu nim deganlik, siz nim demakchi edi. Ik bedoel, yani mening demakchi o'g'lim. De bus komt elke 15 minuten langs. Yani autobus elke 15 minuten. 15 minutta langs komen. Yani kelish degan ma'nosi. Yani 15 minutta bir qitim keladi deydi. Yani autobus 15 minutta bir qitim keladi. Dus 4 keer per uur. Yani şuna, yani bir saatning ichida 4 qitim deydi. Bir saat 4 chorak qo'y. Hem tekstning davomi. O, dan loop ik liever. Yani o deganning shu deb bizning tilimiz shu degan ma'noda. Dan unda olsa u holda loop men mangay liever. Yani liever degan muşta bir ikki ish yo'lab biz bekroq xohlagan bir ishga ishlatamiz. Yani bekroq xohlash. Yani undasi men mingishni xohlayman, men bekroq mingib berishni xohlayman demekçi. Yani baya so'ragan vaqtida mingib bora olaysan, avtobusmi bor deb ikki xil tanlashni ko'rsatdi emasmi? Shuningdan hozir undasi men mingib berishni xohlayman deydi. Anders moet ik misschien wachten. Anders, yani bo'lmasa, yani mingib bormasam demekçi, moet ik misschien wachten. Bo'lmasa bek saqlab qoldiga o'xshayman. Dank u wel, graag gedaan. Yani rahmet sizge arzimaydi bulan o'rganib bo'lgan-ku. Tekstning davomiga kelsak, meneer, ik moet naar de Helmstraat. Yani men Helm ko'chasiga bormoqchidim. Welke bus of tram gaat daarheen? Yani qaysi avtobus yoki tramvay gaat daarheen u yerga boradi? Amdilik mushta men u yerga bormoqchidim, u qayerda, bu qayerda degan mushta jumlalarni ham yodlab o'rganib olsanglar bo'ldi.
De Helmstraat, waar is dat ongeveer? Yani Helm coachsi, waar is dat ongeveer? Yani o tahminen qayerdirak? İlqi Gollandiyada özüňlar bilisizler, coachlar bekçik go, her bir coachning ismi bar. Balkim biz bir coachni bilmesekmi, lekin şunun atrapida bir yani bilsek, yani tip bağlı boldy go. Şoň ba adamı balkim coachning ismini bilmegen bilen, yani tahminen qayerdirak dep qaysi atrapda dep sorawatydy. Het is in de buurt van het station. Yani in de buurt degen atrapıda. Yani u bolsa in de buurt atrapıda van het station. Yani poyst stansının atrapıda deydi. Tekst gelsek. Odan kunt u het beste lijn 23 nemen. Yani o halda siz het beste en yaxşısı demekçi. Bu emdelik sübetlerninki aşırma derecesi. Yaxşı, yaxşırak, en yaxşısı depçi. Bunu məxsus sübetlerninki grammatik kısmı tepsil sözleyimiz inşallah. Madem het beste diyen en yaxşısı diyen mənisi varken de bilvasanlar boldu. Yani siz en yaxşısı 23. liniyaya çıksanız boludu deydi. Die hat naar het station. Yani o müşahedeki 23. liniyani demekçi. O poistansıga barıdı. De tram stopt daar op de hoek. Yani tramvay hem av yada bulun dolayı av yada dokmuştılı toktaydı. Ziet u al die mensen bij de halte staan? Yani ziet u, gördünüz mü? Al die mensen av adamlarni, yani die yani av dep şiraktı ki gösterdi. Av adamlarni bij de halte staan, halte autobus bikti. Yani biket tutuğan av adamlarni gördünüz mü? Die wachten ook op de tram of op de bus. Yani die ulamı wachten saklavatıdı ok ular mu? Yani ok degen mu? Op de tram, tramvayni yaki avtobusni saklavatıdı. Miyad bir dikkat kıldıgan nuqtаңla wachten op. Biz degen tuqu golland tilda jiq pilaninki özüge mas halda keldigan forzat syol aldı qoşulğuçular var. Yani wachten degen pil daim op bilen birge keldi. Het nummer staat voor op de tram en achter op de tram. Yani het nummer yani numur. Yani bir adamla poyez tramvay avtobuslarga chiqib baqtinglar. Metrolarga har qanday bir poyezning avtobus metrolar nima poyez metrobus tramvaylarning numuri bo'ldi-ku. Aş numur tramvayning oldida ham keynida yizig'liq deydi. Stat degan turush, bir yerda turush ham demiyadi. Yizig'liq deb tarjim qildik. Shu turudu deydi-ku. Şu avtobuslarning numeri avtobusning oldi tarafida, keyin tarafida ikkalisi bor, shuni demekçi. En waar stap ik uit? Yani men qayerdan tushaman? Ma cümleninki xavri outstappen. Yani tushish, instappen chiqish. Bu muşta ammaviy qatnash vositalarga, avtobus, poyez, tramvaylarga chiqish, tushish ishlatadi. Ammo sayt bar bir rekord ayırıp işletildiğin piyarlarga tabi. Şoň hazır ma cümlede ayırıp kelatydy. Bunun qaydasy üçin grammatik dersimizin 23. dersiga qarasaňlar boldy. Ve men şu grammatikada nima üçin muşta ayırıp keldi düşündügen, şoň bu ýerde tepsil demeymen. Dat weet ik niet, yani ben onu bilmeyme deydi. Vraagt u dat maar aan de conducteur, yani vraagt u soraň onu maar aan de conducteur, yani bilet satqıçıdan soraň deydi. Yani vragen an. Yani bir kimden bir narsani soraşqa vragen degen pil köpünçe muş an degen forzatsion aldı qoşulğuçu bilen birge keldi. Bundan tekstning dawamy. Ik woon in Rotterdam. Yani men Rotterdamda turman deydi. Morgen ga ik op bezoek bij vrienden. Yani ata men dostlarımni vrienden yani köplik şekli dostlarımni yo'qlig'i barma. Yani op bezoek gaan. Bu bir xil fasta kombinatsiya muqim birikme. Yani işte birasini yo'qlig'i birish ziyorat qilish degan ma'noda. Sie wohnen in Zoetermeer. Yani ular Zoetermeer'de olturdu. Hoe ga je naar ze toe? Yani hoe qandaq ga je barsiz naar ze ularga toe? Yani ular qandaq barsiz? Met de auto,
Mashina bilanmi? The bus, avtobus bilanmi? Of misschien met de trein yoki poyezd bilanmi? Met de trein, poyezd bilan, ya'ni met bilan birga. Ik heb geen auto, mening mashinam yo'q. Met de bus duurt het veel te lang. Yani met de bus, avtobus bilan duurt davomlashadi het. Yani bu yerda safar ne demekçi? Veel te lang, bek uzun. Yani avtobus bilan bek uzun vaqt ketadi. Die stopt overal. Yani die avtobus ne demekçi? Bu yerda stop to'xtaydi overall, hamma yerda. Yani avtobus odatda bekchiq bekatlar to'xtaydi-ku. Shuni demakchi. En met de trein, yani poyezd bilanchu. Eerst neem ik de Intercity naar Den Haag. Yani eerst aldı bilan neem ik olaman. Yani chiqaman demakchi. The Intercity, Intercity degan tiz poyezd. Naar Den Haag. Yani Den Haagga boradigan tiz poyezdga chiqaman. Die stopt nergens. Yani die as poyezd demakchi mi adamdi. Stopt to'xtaydi nergens. Nergens degan hech yer. Endi men nergens kelish orqali bu yerda hech yerda to'xtamaydi deb men jumlani bo'lishsiz qilyotidi. Ya'ni golland tilida mushta niemand, nergens deydigan bir qancha mushta bir so'zlar bor. Gerçi u so'zlar ishlatilgan vaqtda iliqi bo'lishsiz qiladigan nit, geen degan so'z ishlatilmasmi, shuning o'zi ham jumlani bo'lishsiz qila oladi-ku. Yani die stopt nergens. Yani u hech yerda to'xtamaydi deydi. Tussen Rotterdam en Den Haag. Yani Rotterdam bilan Den Haagning oraliqida hech yerda to'xtamaydi. In Den Haag stap ik over. Yani Den Haagda men almışman. Ma jumlaning xabarimi overstappen. Asli fe'lning asli shakli schijt baravar kort. Ma jumla hozir tegenwoordig tijd. Hozirgi zaman shaklida o'qachqa mana ayrilib kelyotidi. Agar buni yenilam tushunamagan bo'lsanglar, shu 23 darsga diqqat qilishinglarni tavsiya qilaman. Yani ik moet overstappen op de trein naar Zoetermeer. Yani ik moet men cho'qim overstappen almışım kerak op de trein naar Zoetermeer. Yani Zoetermeerga boradigan poyezdga almışım kerak. Overstappen op voorzetsel diqqat qilinglar. Van welk perron vertrekt die trein? Yani perron degan supa, yani u poyezd qaysi supadan qo'zg'aladi? Vichedat, yani bilamsiz. Nee, yo'q. Maar overal in het station hangen schermen. Maar overal, hamma yer, in het station, yani poyezdstansiyning hamma yerida hangen degan bir narsani isish. Mesela perdelerni isish, kiyimlerni isish, ya tamg'a bir narsa isish demekçi. Sxirmen degan ekran. Yani emminglar poyezddansiq birib baqqan, poyezdga chiqib baqqan, poyezdda shunda jiq ekranlar bo'ldi-ku. Cho'ng zalning ichida, shu supalardimi, mesela ikkidan mencha o'tganda qo'zg'aladi yoki poyezdga chiqib qolgan bo'lsa, shuning hammasi sxirmen, yani ekran shularni demakchi. U ekrandagi xatlar o'zgarib turadi-ku. Shuni demakchi hozir bu yerda. Yani poyezddansining hamma yerida ekranlar bor. Beide ingang kirishig'izi in de hal, zalda en ook op de perron, sam supalarda. Miyag diqqat qilinglar, mana in de hal deyotidi, lekin in perrons emas, op de perrons deyotidi-ku. Voorzet yo'lga diqqat qilinglar. Op die schermen, yani bu ekranlarda vind je, siz topalaysiz alle informasiya. Yani siz hamma uchurlarni topalaysiz deydi. Alles staat daarop. Alles, hamma narsa staat turdi daarop, uning ustida. Yani u yerda hamma narsa bor. Yani u yerda hamma narsa yig'iliqlab, yani qanday narsa? Van welk perron de trein vertrekt, yani qaysi supadan poyezd qo'zg'aladi. En hoe laat, yani soat qanchada? Dus, yani de tijden, vaqtlari. En ook de vertraging, yani kechikish ahvoli. Vertraging degan kechikish. Masalan, agar poyezd 5 minut, 10 minut kechiksa, ash ekranda yozig'liq bo'ladi-ku. +5 vertraging, +10 vertraging debchi. Shularni demakchi. Yani bugungi tekis shu poyezd
avtobus, tramvay to'g'risida yo'l so'rash to'g'risi qisqacha bir tekstgan. Mana bu so'zliklar. Buni ham burun dars o'tish jarayonida avatgan. Ham inshaalloh buni ham yo'llab qo'yman sizlarga. Ma'qulamsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Anglag'ınыңlarga rahmat. Keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Aman bo'lg'aysizlar.